Azizlar qarsakiylar bo'lsin. Tojikistondan tashrif buyurgan dadamiz. Keling dada o'rtaga. Ertalab nahorga oshda xonishlaridan bahramand bo'ldi. Dada marhamat. Bismillahirrahmanirrahim aziz birodarlar. Hammalaring mana shu Farhodjonning to'yiga eng avvalo xush kelibsizlar. Mana Tojikiston elidan keldim. Farhodjonning shu to'yini tabrik qilaydim. Ilohi amin. Zamonating bo'lsin, to'ylar chiroyli bo'lsin. To'y bola katta yigitlar bo'lsin. Hammamizni baxt ahvolimizni Alloh berib, to'ylarimiz chiroyli o'tsin. Amin. Hammalaringga uzoq umrlar bo'lsin. Mana bu to'y bolani ham umri uzoq, rizqi farog' bo'lsin. Hammalaring mana shunday to'y tomoshalarida doim yurib turinglar. Uzoq umrlar ko'ringlar. Parvardigor olam o'zi hammamizni o'z panohida asrasin. Allohu akbar. Xo'p, endi Rustam akam ustozlar yoshi bo'yicha deyaptilar. Shuning uchun biz ustozlarning yoshi ulug' kollektiv gapiradi shu yerda. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Amma ba'd. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz mehmonlar, O'zbekiston shahridan Sayram shahridagi birodarlarimizga alangali salomlarimiz bo'lsin. Farhodjon ukamizni jiyanimni shu ostonni haklab kirgan katta yukshini barchalariga boshimiz yerga teguncha, boshimiz ko'kka teguncha ta'zim qilamiz. Xonadoningizda to'y bo'lsin, g'am bo'lmasin. Avvalambor yoshi ulug' Tojikistondan keldik dedilar. Xush omada aziz birodar Sayramga. Shunday ekan, aziz do'stlar, mana davramiz to'rida hozir Marbjon turibdi. Yonida Dilshodjon turibdi. Bu yonlarida Qahramonjon turibdi. Bu yonlarida mana ustozodalar turishibdi. Bitta ustozlari ko'rinmayapti. Boshida tarbiya bergan ustozlari ko'rinmayapti. Quvlagohlari hamda o'zlarini doirada ozgina bo'lsa ham dars bergan ustozlari ko'rinmadi. Agar qarshilik bo'lmasa, hammaligining nomidan jiyanimizga uzoq umr, sog' salomat, xonadoningizga qut baraka, ketmas davlat bersin. Allohim yomon ko'zdan asrasin, nazar nafasdan asrasin. Topganingizga Alloh baraka bersin. Ustozlarimizni yo'lini bersin. Hech mahal qo'lingiz ko'ksingizdan tushmasin. Shoh bo'ladimi, gado bo'ladimi, obro'ga e'tibor bo'lasiz. Shunda hurmatga sazovor bo'lasiz. Shunday ekan, Qahramon akalarimiz ham, Dilmurod akalarimiz ham, Elmurod akamiz ham, Xolmurod akamiz ham, Hasan akalarimiz ham, Tilla akalarimiz ham, barcha ustozlar mana shunday bo'lishgan. Oxirigacha shunday bo'ling. Dunyoga vujud qo'ymang. Bizni ko'taradigan xalq, uradigan xalq. Xalqi nazaridan qolmang. Turpoq osingiz oltin bo'lsin, oltin boshingiz omon bo'lsin. Ikki dunyo saodatiga o'zi musharraf qilsin. Farzandingizni o'stiring, undiring, hojlarga olib borib hoji qiling. Hojga borib kelgandan keyin sizni jufti halolingizni, tog'amizni, yangamizni hojlarga olib borib kelish nasibi ro'za qilsin. Qiyomatda farzandlaringiz toj kiydirsin. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Assalomu alaykum hurmatli otaxonlar, onaxonlar,
akaxonlar, opaxonlar, aziz ustozlarimiz, avvalo xush kelibsizlar mana shu bugun Faxrnigam xonadonlariga kelibdilar. Mana dasturxon yozib hammamizni shu yerda bir yaxshi bir bayram qilib beryaptilar. Okamni topganlariga baraka bersin iloyim. To'kilganlari to'lib ketsin. Okamni yo'llarini bizga bersin. Biz ham shunaqa yaxshi to'ylar qilaylik. Endi qolaversa mana Farhodjon ukamiz ham shogirdimiz bo'ladi, ham o'zimiz ukamiz. Topganlariga baraka bersin Farhod ukajonim. Sanatingga sanat qo'shilsin, topganingga baraka bersin iloyim. Farhod shunaqa bolaki, endi bu bolaga hech qanaqasiga gap topib bera olmayman. Buni bir anaqasini ham, aybini ham topib bera olmayman. Shunaqa yaxshi insonki, hali bitta aytgan gapingizni oshig'i bilan bajaradigan bola-da, endi olib qarasa, menimcha. Mas'uliyati bor bola. Iloyim Farhod kelin bilan qo'sha qarib baxtli bo'lgin. Mana shu to'y bolalarning rohatini ko'rgin, kattagon yigit bo'lsin, chodirlarga kuyov bo'lganda ham mana shu yerda hamma ustozlarimiz bilan, aka-ukalarimiz bilan, shu qadrdon opa-singil aka-ukalar bilan ishtirok etish barchamizga nasib bo'lsin. Topganingga baraka, sanatingga sanat qo'shilsin, ishlaringga rivoj, o'ylagan niyatingga yetib yurgin. Tabriklayman qisqasi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat. Ma'rifaga, marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar shu Faziliy Koshonaga. Biz hamma doirachilar nomidan, O'zbekiston doirachilar jamiyati nomidan, ustozlarimiz, shogirdlar, mana shu kelgan hamma do'stlaringiz shu yerda, akalaringiz, ustozlaringiz shu yerda, hamma doirachilar nomidan, hamma san'atkorlar nomidan oilalarga baxt saodat tilaymiz, ilohim. Ilohim avvalo o'zingizga ko'z tegmasin, ijod yo'lida omad tilaymiz. Martabangiz ulug' bo'lsin. Mana bitta guvoh bo'lib turibmiz. Mana qarsanglar bo'lsa, mana bu yaltirab turgan narsa bekorga berilmaydi. Ilohim martabangiz ulug' bo'lsin. Shu ustozlarning yo'lini bersin. Otangizlarni duolarini olib xalqqa xizmatini qilib yuribsiz. Ilohim ko'z tegmasin. Umringiz uzoq bo'lsin, shapaloq shirin bo'lsin. Ilohim. Yana eng asosiysi bu sunnat to'y bo'layotgan to'y bolamizni ilohim o'zingiz o'ylaganda a'lo yigit bo'lsin. Xalqimizga chiroyli xizmat qilsin. O'zingizga o'xshab, Faxrnigamga o'xshab xalqqa xizmat qiladigan yigit bo'lsin. Ilohim niyat qilamiz, sunnat to'y bo'layotgan o'g'limizni o'ylanish to'yida ham birga bo'laylik. Ilohim baxtli bo'lsin. Rahmat. Rahmat Ma'rifaga. Mana yugurib yurgan, mana o'ynab yurgan Farhod sani qizingmi? Mana Qozog'istondamiz Makkadan kelgan Dakiga so'z bersak, Dilshod aka. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, do'stlar. Yana hamma. Aka umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Charchamang ilohim. Nabiralar to'ylari muborak bo'lsin. Farhod senga muborak bo'lsin to'ylar. Ilohim hammamizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa ustozlar aytgandek, shu bolani uylantirishda ham, nabira chabira berganda ham, begona berganda ham Xudo xolasa ota bilan hammamiz shu yerdagilar bilan xizmat qilaylik. Muborak bo'lsin yana bir. Rahmat. Kamol aka. Mana ustozlaridan biri. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu koshonaga yig'ilgan aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Hammangizga ming rahmat. Shunchalik Faxriddin akamning oilasini hurmat qilib kelganingizga ming rahmat. Hammangizlarning xonadoningizda shunaqa chiroyli bayram, to'y tantana bo'lsin. Bizni sozandalar, san'atkorlar, ustozlar kelib xizmat qilaylik. Faxriddin aka, topgan tutganingizga Alloh baraka bersin. Shunchalik mana san'atda yurib, shuncha obro' hurmat, e'tiborga egasiz. Farzandlaringizga mana chiroyli tarbiya bergansiz, Farhod ukam, Izzat. Keyin bilan avvalambor o'zingiz qo'sha qarib baxtli bo'ling. Farzandlarni, nevaralarning rohatini ko'ring. Ustozlarning gapiga qo'shilamiz. Xudo xolasa
yaxshi kunlar mana shunaqa davom etsin. O'zbekiston bilan Qozog'iston hech qachon o'rtasida chegara degan narsa bo'lmasin. Tojikiston mana Tojikiston O'rta Osiyo o'zi O'rta Osiyoda bunaqa menimcha joy bo'lmasa kerak. San'at sevar xalq. Hammanglar xush kelibsizlar. Tan joninglar sog' bo'lsin. Shunaqa yaxshi kunlar davom etaversin. Mana dodamga beraman so'zni. Boya aziz do'stlar, sal shoshib qoldik. Endi bu qarilik alomati. Hammalaringdan uzr so'rayman. Farhodjonga uzoq umrlar tilayman. Mana shu o'g'ilchasi katta bo'lsin. Nasib etgan bo'lsa, ana shu kuyov to'yiga ham agar Xudo umr berib qatnasak, shu saslab Xudoga qolmasin. Shu saslab qolmasin. Shu yigitni ham iqbolini Alloh bersin. Hamisha mayli. Baxtiga shu yigit katta bo'lib, mana el yurtda xizmatiga bo'lib, dadasiday hamma insonlarning baxti saodatiga xizmatda doim bo'lsin. Shoir shunday yozgan ekan. Do'st bilan obod uying, gar bo'lsa ul vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas ekan, vayronadir koshona ham deb yozgan ekan. Men shu she'rga kamgina nima qo'ydim. Qadrdonlikni do'st etgan, jahonda yori kamdan kam. Samimiy suhbat etgan, oshno yo'q ham xori kamdan kam deb hissa qo'shib qo'ydim. Hammalaringga rahmat. Mana shunday didordan qo'shilganimga Xudo shukrlarni menga nasib qilganiga shukrlar bo'lsin. Rahmat. Orasida doda bilan rasmga tushishga ham harakat qilishyapti-da. Xo'p, endi Kamol aka, Turkiyada hozir yangi qonun chiqdi. O'rta Osiyo degan so'zni olib tashlab, butun O'rta Osiyodagi mamlakatlar hammasini Turkiston deb nomlaydigan bo'ldi. Ana shu Turkiston deb nomlangan qit'adagi hamma millatdoshlar omon bo'lsin deb biz niyat qilib qolamiz. Endi Ma'ruf aka, bizni hozirgi kunda Qozog'iston Respublikasida yagona bo'lgan Shimkent O'zbek drama teatri bor. O'sha teatrda Farhod ish faoliyatini necha yillardan beri olib boradi. Bugun shu yerda ustozlarimiz tashrif buyurgan. Men mamnuniyat ila ustozlarimizga qolaversa, teatrimizning direktori, aktyor, O'zbekiston va Qozog'iston orasidagi o'sha kino va san'at sohasida ko'prikni mustahkamlab kelayotgan Rustamxo'ja Saidxo'jayevga navbatni bersam, marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli xonimlar va janoblar, assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, yurtimizni mehmonlari. Ana Ma'ruf akam bu yoqqa o'ting deyapti. Men endi mehmonlarning yuzini bosib o'tib keta olmayman, sababi biz Toshkentga borib qolsak, bizni to'rga chiqarib qo'yishadi. Shuning uchun sizlar to'rda o'tirishinglar kerak, to'rda turishinglar kerak. Ustozlar omon bo'linglar. Bugun mana qadrdon akam Faxriddin aka, oilamning eng yaqini, mana ustozim. Men o'zi doirachi bo'lganman. Shu ajalab turibman-a. Meni ustozim. Birinchi marta to'yga boshlovchi bo'lib chiqqan paytimda Faxriddin akam uylarida qism bo'lishardik-da. Shu hali pechkalar ham, o'sha pechkani atrofidagi qism bo'ladigan joylar ham hali esimda. Sababi birinchi qismni o'sha yerda olganman. Shuning uchun Faxriddin aka pechka buzilmagan. Faxriddin aka sog' bo'ling. Qolaversa mana Farhodni bizga teatrimizga aktyor bo'lib kelishiga men o'zim taklif bergan edim. Bizni teatrimizga shunaqa zarb ustasi kerak, to'g'rimi ustoz? Ustozlar bilan birga maslahatlashib shu yigitni ishga olamiz deb ko'pchilik bilan maslahatlashgan edik. Bu xato qilmaganimizdan dalolat. Sababi teatrimizda o'zini o'rni bor, o'zini obro'si bor, e'tibori bor yigitlardan bittasi bu Farhod Mansurov. Barcha teatrimiz nomidan, Qozog'iston Respublikasidagi hamma teatrlar nomidan, bizni Chimkent shahar hokimi nomidan, hokimiyat nomidan, madaniyat boshqarmasi nomidan va
mana bugun Farhodjon seni hurmat qilib kelgan barcha kollektiv ustozlarimiz nomidan senga katta baxt tilayman. Umring uzoq, rizqing butun bo'lsin. Mana shuncha ustozlar kelib turibdi. Uncha-munchasin to'yga pulini berib ham chaqira olmaydigan ustozlar bugun davrada ishtirok etishyapti. Boringlarga shukr. Marhaba aka, Dilshod aka, boringlarga shukr. Eng keraklisi mana dodam Tojikistondan kelib turibdilar. Rahmat. Hamma ustozlar, hamma bugun boya Ulug'bek aytganidek Turkistondagi zarb ustalarini to'yi bo'lyapti. Shapalag'i shirin yigitlarimizni haqiqiy to'yi mana bugun Sayramda, Chimkentda bo'lyapti. Shuning uchun bugungi to'ylar muborak bo'lsin sizlarga ustozlar. Dilshod aka, Marib aka, Kamol do'stim, Qahramon aka, hammalarga katta rahmat. Barcha teatrimiz jamoasi nomidan Farhodga faqat yaxshilik tilaymiz. Kollektivimiz nomidan beriladigan sovg'alarimiz bor. Biz albatta sovg'alarni o'z egalariga topshiramiz. Sog'lik, salomatlikda faqat yaxshilikda ko'rishaylik. Ustoz Farid aka, siz umringiz uzoq bo'lsin, keling bilan qo'sha qaring. Mana bu yerda ustozim turibdilar. Qozog'iston Respublikasi Madaniyat salasining uzdiga Qozog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ana bizni ustozimiz, hammamiz ustozimiz Odil aka Tog'onboyev hamda mana Komil akam Saidov, bizni Pravkom, bu ham Qozog'iston Respublikasining Madaniyat salasining uzdiga. Unvonlarni aytinglar, yigitlar, unvonni aytish kerak. Unvon bekordan bekor berilmaydi. Ana Ulug'bek ham bugun davrani boshqarayotgan yigit ham bu yil Qozog'iston Respublikasining Madaniyat salasining uzdiga bu degani xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi degan unvon oldi. Unvonni aytinglar, hamma joyda aytinglar. Sababi u bekordan bekor berilmaydi. Bizgacha berilmagan. Endi sekin harakat qilib olyapmiz, shuni aytib qo'yinglar-da. Boshliq o'zgargandan keyin nima bo'layotgan? Odil aka, ustoz, so'z sizda. Assalomu alaykum. Ushbu koshanaga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mana bugun Fahriddin uka xonimning xonadonida katta to'y tantana. Mana Farhodjon ukamizni, bolamizni shodlik kunlari ekan. Allohim kichkintoylarimiz katta yigit bo'lsin. Shularni ham baxt to'yida mana shunday o'tirish hammamizga nasib qilsin. Ilohim Fahriddin, Farhod xonadonlaridan faqat yaxshilik, to'y, maraka, xursandchilik arimasin. Faqat ko'rganimiz to'y bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Muhabbatdan chalinsa soz, kuylar muborak bo'lsin. Ko'ngil baxtdan etkay parvoz, to'ylar muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin didorlar, shirin suhbat xumorlar, qaddi baland qadrdonlar, to'ylar muborak bo'lsin. Barchamizga to'ylar muborak bo'lsin. Fahriddin, mana men juda ham yaxshi ko'radigan ukajonim Farhodjon, yana bir bor tabriklaymiz. Mana shu yerdagi oliy niyatlarning hammasiga qo'shilamiz. Tashakkurlar. Rahmat sizga Komil aka. Konvertni bering Komil aka. Rahmat. Endi bu yerda bizni ustozimiz qatnashdilar. Bugun O'zbekiston Respublikasidan tashrif buyurib, O'zbekiston xalq artistlari, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistlarni yetishtirib, haligi shunaqa darajaga yetkazgan Said akamiz, ustozimiz bugun shu davrada duoda bo'ldilar. Haqiqatan Farhod, bu seni hurmating. Avazbekni administratori, mani mana qizlarimni administratori shu bo'lgandan keyin iloji yo'q, dodam ham keldilar-da. Asnonoy soqqob keladigan shu bo'lgandan keyin Said akam kelmasdan iloji yo'q. Sababi prodyuser administratorlarni juda yaxshi ko'radi. Shuning uchun prodyuserimiz Said akamizni ham umrlari uzoq bo'lsin inshaalloh. Davramizni davom ettiramiz. Bo'ldi, o'yinga hammani o'yinga chaqiraver. Shoshmang. Hamma Farhodni shogird deb yotibdi. Shogirdning shogirdlari ham bor bu yerda. Sababi bekorga 10 yildan beri teatrda ishlamayapti.
boya Ikrom akam aytuvdi, shuning uchun shogirdlarni biriga so'z bersak, navara shogirdinglar. Ke. Assalomu alaykum. Ushbu xonadonga kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar, xush vaqt bo'linglar. Arqadaga to'ylar muborak bo'lsin. Xudo xolasa shuncha mehnatingiz ayamadingiz. Boringizni, yo'g'ingizni ham, yaxshi kuningizni, yomon kuningizni ham barida yonimda turdinglar. Xudo xolasa bizlarni sizlar yetishib chiqirdingiz. Nasibsi Behruz bizlar orqasini egashtiraylik. Sizga ham, bizga ham ustozlar yo'lini bersin. Rahmat katta hammaga. Tabriklar bor edi. Avvalambor assalomu alaykum bugun kecha yig'ilgan aziz mehmonlar. Faxriddin aka tabriklaymiz. Navara to'ylar muborak bo'lsin. Farhod aka ustoz, o'g'il to'ylar muborak bo'lsin. Bizga ham shunaqa to'ylar yo'qish bo'lsin. Ustozga katta rahmat deymiz. Shunaqa o'zbekim guruhi yig'ilishiga mana shunaqa sababchi bo'lgan insonning biri mana Farhod akamiz. Shuning uchun guruhimiz nomidan shogirdlar, hamma shogirdlar nomidan Xudo xolasa sizga sovg'amiz bor edi. Sizlarni iltimos qilaman, bu padargani hammasini ochib bersa. Rahmat kattagan. O'zbegim guruhini Farhodning shogirdlari nomidan berilgan sovg'ani Farhodning o'zi ochib ko'rsatyapti. Demak, nima sovg'a ekanini ko'ramiz. Yelkalariga chopon tashlanyapti. Och endi. Sovg'ani senasini ko'rsatmanglar. Ustiga $1000 deb yozilib qo'yibdi-da. Ha. Shogirdlari nomidan doira. Yelkalariga chopon, boshlariga do'ppi. Rahmat. Endi Farhodni ham bir og'iz bu yerda bir og'iz so'zi va ustozlariga sovg'alari bor. O'sha sovg'alarni ulatsak. Yigitlar, shogirdlari chetroqqa o'tib turamiz. Aylama bir chetga. Assalomu alaykum. Avvalambor bizni xursandchilik kunimizga sherik bo'lib kelgan aziz mehmonlar, avvalambor adamga, oyimga rahmatimni aytaman. Shu darajaga yetishimga kelgan, shu darajaga yetishimga shu ustozlarimga rahmatimni aytaman. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Bizlardan qaytmasa Allohdan qaytsin, Xudo xolasa. Hamma kelganlarni yaxshi kunlarda yaxshi doiralar chalib xizmat qilish nasib qilsin hammamizga. Rahmat. Ustozlarga choponlari bor. Farhod choponlarini birma-bir endi hammasi sumkada. Faxriddinga so'z sizda. Aziz mehmonlar, men bir narsa aytmoqchiman-da. Farhod kichkina bola, maktab bolasi. O'zbekistonda bitta qahramonni taniyman shunda. Qahramonni. Qahramonga yetdim. Mana shu bolani dedim. Saniki dedim. Bo'ldi. Bo'ldi dedim. Nima qilsang shuni qil dedim. Allohga shukr. Allohga shukr. Mana shu qahramonni haligacha hurmat qilaman-da shuning uchun. Bunga qattiq gapiraman, yaxshi gapiraman, yomon gapiraman, lekin baribir qahramonda bu qahramon degan so'z unvoni bor insonda. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Aytdim, kallang kichkina qil dedim. Muborak bo'lsin. Ustozlarga qarsakiylar bo'lsin. Yelkalariga choponlar tashlanyapti. Rahmat. Ustozlarga ham, teatr jamoasiga ham, shogirdlariga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Esdalik rasmga tushib qo'ysanglar, kelajak avlod oldiga turib olasizlar, ustozlarning oldiga, yoshlar, kichkitoylar.
Ustozlarning yelkalariga chopon. Esdalik rasmga tushib qo'ysanglar, maylimi? Sal yig'ilib. Rustam aka, rasmga tushib qo'ysa, Dilshod aka. Sadir aka. Qayerdasiz? Sadir aka. Sadir akamni ham yelkalariga chopon. Omon bo'lsin ustozlar. Endi bugun gapirdim, gapirmadim deb hech kim xafa bo'lmasa. Hasanjon, qayerdasiz? Hasan. Hasan aka qayerdasiz? Keling. Hasan akamni ham yelkalariga chopon, boshlariga do'ppi. Xorazmdan kelgan Mansur og'amiz. Qayerdalar? Mansur aka Xorazmdan kelgan. Qayerdalar? Keling. Xorazmdan kelgan og'alarimizni ham yelkalariga chopon, boshlariga do'ppi. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rasmga tushib qo'ysanglar. Umumiy bitta. Kichkintoylar o'tirib olinglar. Ana doirakashlar, kichkintoylar o'tirib olinglar. Oq ko'ylakdagilar o'tirib olinglar. Hozir shoshmanglar. Rasmga tushib olinglar. Shu rasm Xudo xolasiga bir 20-30 yildan keyin ekranda ko'rinadi degan umiddamiz. Yana rasmga tushib qo'yamiz. Biz barcha teatr jamoasini, hamma mehmonlarimizni, hammani raqsga taklif qilamiz. Shu qo'shiqlar sizlar uchun davom etadi. Doda, yana bormi gap? Farhodjonda bitta ko'plik bilan tabrik qilmoqchi edim. Shuning uchun. Kel. Oshiq yermasman yuzingga. Yakkabul farg'onaday. Oshiq yermasman yuzingga. Yakkabul farg'onaday. Zohdi starbay turur. Bahraman xanaday. Kimga dodaylar bida. Oshna bo'ldim desam ko'y, seni bigoh. Oshna bo'ldim desam ko'y, seni bigoh. Somruh sori yo'larman. Söylediğin keçeler Varmıdı kastım eğer köy Bir gelip farganadan Man yetibi muhtasır Gamda başıma kilip Bulmayna ayrayıkman Maskanım meyhan As bulmayna ayrayıkman
Düşken Manzilimni sürmeymek Ömrümül ki destigen Açtı sahrayı tümün vay Olma geldi Kabul farkla Bir-birimizga oshiq bo'lib yuraveraylik.